皆さん、アッサロームライクン。この動画では、専門用語の意味を日本語とウズベク語で解説していきます。今回は、ワテさんにご協力していただきます。それではワテさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマは、ケラジャキ。ウズベク語でケラジャキを表す日本語は、未来と将来の2つがあります。ウズベク語ではどちらも同じケラジャキですが、日本語ではどう違うのでしょうか。今日はその違いを解説します。Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan ya'ni o'zbek tilida kelajak degan ma'noni bildiradigan so'z va yapon tilida buni ikki xil aytilishi bor. Ya'ni miray ham kelajak degani, sho'ray ham kelajak degani. Qaysi biri kelajak degan ma'noni bildiradi? Kelajak miraymi yoki sho'raymi? Yapon tilidagi bu ham chalka so'zda hisoblanadi va shuni bugun sizlar bilan darsimiz davomida o'rganib olamiz. では、違いは何でしょう。結論から言います。違いは自分に近いか遠いかです。将来は自分自身に近い予測できる数年から数十年先の実感できる時間のことを言います。未来は社会や地球、宇宙全体を指すもっと遠い SF のような世界のことです。Xo'sh, ya'ni farqi nimada bularni ikkalasini deydigan bo'lsak, yapon tilida kelajak so'zi ham, ya'ni kelajak so'zi o'zi ikki xil aytilishi bor. Va shuni siz bilarmidingiz? Ya'ni miray va sho'ray ikkalasi ham bir xil tarjima qilinadi. Lekin ishlatilishligida katta farq bor. Ko'pchilik yapon tili o'rganuvchiligi buni ikkalasini ko'pchilikdan shu eshitib qolamiz, bir xil deb o'ylashadi. Ya'ni buni farqligiga yaxshi tushunishmaydi va bugun Xudo xohlasa shu darsimiz davomida sizlarga ikkalasini farqligini yaxshi tushunib olishligiga harakat qilamiz, ya'ni tushuntirib berishlikka. Asosiy farqligi masofa va ma'noda hisoblanadi. Ya'ni sho'rayda o'zingizni shaxsiy va yaqin kelajakligingizni aytasiz. Ya'ni siz shaxsiy kelajak deydi, shaxsiy kelajak va yaqin kelajakligingizni aytasiz sho'rayda. Va mirayda esa bu ko'proq, ya'ni o'zingizga tegishli emas, bu globalniy va uzoq kelajakni nazarda tutiladi. Asosiy, ya'ni pointligi shu. Sho'ray yaqin kelajak va o'zingizni shaxsiy kelajagingiz. Aytadigan bo'lsangiz, global va uzoq kelajak uchun esa miray ishlatiladi. Va bu keyingi qismlarimizda yanada tushuntiramiz. Hozir sizda xulosa uyg'onishi, ya'ni tasavvur uyg'onishligi uchun ikkitasini aytib o'tib ketdik. はい。はい、では、ステップ1、将来の説明です。個人の話は、将来という言葉を使います。大学を卒業した後、何がしたいか、どこに住みたいかなど、自分のキャリアや夢を話すとき、例えば将来、エンジニアになりたいです。将来の夢、近い将来。これらはすべて自分のことなので、将来という言葉を使います。Birinchi qadamimiz bizda shaxsiy hayot o'laroq, ya'ni sho'ray foydalaniladi. Sho'ray bu sizni hayotingiz. Ya'ni bu global hayot emas, sizni o'zingiz hayotingiz. Ya'ni karyerangiz bo'lishi mumkin, orzularingiz bo'lishi mumkin, shaxsiy rejalaringiz haqida gapirganingizda yapon tilida doim, ya'ni sho'ray so'zini ishlatasiz. Misol uchun, oliy ma'lumotdan keyingi rejalar, kasbiy o'sish va oilaviy orzular shunaqa vaziyatlarda ishlatiladi. Odatda, misol uchun, sho'ray uchun misollar keltirib ketilgan, ustoz aytganlaridek, sho'ray engineer naritai deysiz. Ya'ni kelajakda muhandis bo'lmoqchiman. Ya'ni bu yerda hamma muhandis bo'lmoqchi emas, aynan men kelajakda muhandis bo'lmoqchiman. Yokida sho'rayno yume, kelajakdagi orzu. Yokida chikay sho'ray, yaqin kelajakda degan ma'noda, ya'ni o'zingizni nima desa bo'ladi, kelajagingizni aytishlik paytligida buni sho'raydan foydalaniladi. はい。では、ここで注意です。未来、エンジニアになりたいです。というような使い方は絶対にしません。これは日本語ではとても不自然に聞こえてしまいます。自分の夢は必ず将来
と覚えてください。Ho'p, endi shu joyda birozgina ehtiyot bo'ladigan joyligimiz bor. Ya'ni e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni miray, engine, ya'ni naritay deb foydalanilmaydi. Foydalanib bo'lmaydi. Bu xato hisoblanadi. Juda bir notabiiy eshitiladi. Bu yapon tilida bunaqa deyish noto'g'ri. Miray so'zi, ya'ni shaxsiy maqsadlar uchun ishlatilmaydi. Shaxsiy maqsadlaringiz uchun ishlatilmaydi. Bu yerda sho'ray so'zi, sho'ray ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sho'ray nihoya ikitaydes yoki sho'ray engine ni naritaydes va hokazo. Sho'ray sensini aytaydi, shunga o'xshagan o'zingizni orzu kelajagingizni ifodalayotgan paytda ishlatsangiz bo'ladi. では、ステップ2、未来です。社会やテクノロジーの話は、未来という表現を使います。自分個人を超えた100年後の地球や AI、宇宙飛行のような SF のイメージです。例えば、未来の技術、未来の宇宙旅行、遠い未来などを表現するときに使います。Sizdan tashqarida bo'lgan dunyo, ya'ni sizga aloqador bo'lmagan, bu oldin aytganimizdek global kelajak sifatida qaraladigan holatlarda, ya'ni 100 yildan keyingi yer sayyorasi yokida robototexnika haqida gapirganda bu miray ishlatiladi. Bu so'z ko'proq ya'ni obyektiv va mavhum kelajakni bildiradi. Ya'ni chunki siz 100 yildan keyin nima holat bo'lishligini bilmaysiz. Bu yerda ko'proq mavhumlik darajasi yuqoriroq bo'ladi. Va miray ko'proq qachon ishlatiladi? Misol uchun AI va robotlar davrida. Xo'sh, ya'ni nima desa bo'ladi? Mirayno gijitsi yokida koinot. Misol uchun Marsga sayohatda mirayno o'chiryoko o'laroq yokida uzoq vaqtdan keyin, 100 yildan keyin degan ma'noda shunaqa vaziyatlarda ko'proq miray ishlatiladi. Ya'ni xulosa qisqacha qaraydigan bo'lsak, miray uzoq kelajakni hammasi o'z ichiga qamrab olibdi. では、ここで面白い例を紹介します。未来の車というと、空を飛ぶ車や SF 映画に出てくるような車を想像します。でも、もしあなたが将来の車というと、日本人はあなたが次に自分のお金で買う予定の車のことだと思います。言葉一つでこんなにニュアンスが変わります。Hop, endi biroz xatolardan qochishligimiz kerak. Ustoz aytib o'tganlaridek bir ajoyib misol keltirib o'tib ketdilar. Ya'ni kelajak mashinasi degan bir misolni. Agar siz misol uchun uchadigan mashina haqida gapiradigan bo'lsangiz, bu nima bo'ladi? Mirayno ko'rimi bo'ladi, to'g'rimi? Hali bu narsa bizda yo'q yoki uzoq kelajakda bo'lishligi mumkin. Agar siz sho'rayno ko'rimi deydigan bo'lsangiz, yaponlar siz o'zingiz sotib olmoqchi bo'lgan yoki keyingi mashinangizni tushunib qolishligi mumkin. Hatto shu yerda bizda xato so'zni qo'llab yuborishlik bizda suhbatdoshimizni, ya'ni biz haqimizda, ya'ni bizni aytmoqchi bo'lgan gapimiz emas, boshqa taraflarga, ya'ni boshqa holat haqida o'ylab qolishligi mumkin-da. O'shaning uchun to'g'ri foydalanishlik ham, bizda to'g'ri so'zimizni to'g'ri holatda foydalanishlik ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. では、まとめに入ります。将来は個人、近い夢や計画に使います。未来はグローバル、遠い AI や宇宙に使います。覚え方はとても簡単です。あなたのキラジャキは将来。世界のキラジャキは未来。これだけ絶対に覚えてください。 Hop, yana taqqoslashga kirishadigan bo'lsak, sho'ray bilan miray taqqoslanishligi, buni juda ham eslab qolishlik oson. Ya'ni asosiy obyekt bizda shaxsiy o'zimiz, ya'ni individual bo'ladigan holatda bizda sho'ray ishlatamiz. Masofa bo'ladigan bo'lsa, yaqin kelajakda sodir bo'ladi va keyingisida misollar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir kasb bo'lishi mumkin, orzu bo'lishligi mumkin yoki nikoh bo'ladigan bo'lsa, keyingisi miray. Ya'ni bu global jamiyat bo'ladi va uzoq kelajakni nazarda tutiladi. Keyingisida misol uchun AI misol keltirdik, koinotni misol keltirdik, ya'ni uchadigan mashinani misol keltirdik, ya'ni bu 100 yildan keyingi misol uchunda. Shunaqa shu holatlarda bizda mirayni ishlatishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p.
Ya'ni oltin qoidani eslab qolishligimiz kerak bo'ladi. Sizning kelajagingiz, ya'ni bu sho'ray hisoblanadi. Ya'ni sizning kelajagingiz oson eslab qolishlik uchun sizni kelajagingiz bo'ladigan bo'lsa sho'ray. Agar dunyoni kelajagi bo'ladigan bo'lsa bu miray. Xo'p, agar siz haqingizda bo'ladigan bo'lsa gap, bu sho'raydan boshqa so'zni ishlatmaysiz. Agar siz haqingizda bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu shuni o'zini eslab qoling bo'ldi. Keyingi so'zi qolgani bu miray bo'lib ketaveradi. Agar siz haqingizda bo'ladigan bo'lsa gap, bu sho'raydan boshqasini ishlatmaganligingiz ma'qul bo'ladi. Hop. はい。はい。では、今回のレッスンは以上になります。この日本語の言葉の違いの意味がわからないというものがあれば、コメント欄で質問してください。 Hop, shu joyda minasan darsligimiz o'z nihoyasiga yetadi. Menimcha tushuntira oladi degan umiddamiz. Sho'ray bilan mirayni farqligini. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa yokida boshqa shunga o'xshagan bir xil so'zlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ma'nosi bir xil, lekin o'zbek tilida tarjimasi bir xil, lekin ishlatilishi har xil bo'lgan so'zlar albatta bor. Shunaqa tushunmagan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlar qismida savol bersangiz bo'ladi. Shu yerda darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. それでは、皆さんの将来の夢が素晴らしいものになることを祈っています。さよなら。はい、さようなら。